Bilasizmi? Biza kimlarga ko'ngil qo'yib, kim bilan turmush qurib juft bo'lamiz. Bolalikdagi og'riqlarimizni davom ettirib beruvchi shaxsligi. Agar bolalikda siz rad etilishni, tashlab ketilish og'rig'ini yoki kamsitilishni his qilgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz shunaqa juftga tegasizki, u bilan turmush qurasiz. U yana sizga qayta-qayta mana shu og'riqlaringizni his qildirib beradi. Agar siz bolalikda qanchalik qadrli ekanligingizni, siz e'tiborga loyiq ekanligingizni va mehr ko'rgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz turmush qurgan inson sizga doim e'tibor qaratadi va mehr beradigan bo'ladi. Biza juftimizni tanlamadik deb o'ylagan bo'lsangiz, adashasiz. Biz ularni qalbimiz va ko'zi bilan tanlagan bo'lamiz. Sovchi orqali uchrashuvga chiqqan bo'lganingizda ham rozilik bildirgan insoningizni, uni qalb ko'zidan sizga og'riqlaringizni davom ettirib beruvchi ekanligini o'sha zahotiyoq bilgansiz. Lekin hozir siz o'zingizni qalbingizni davolash emas, u insonni o'zgartirishga harakat qilasiz va mana shu yerda eng ko'p xatoni va eng ko'p kuchingizni bekorga ketkazib qo'yasiz. Agar hayotingizda qahramonlar o'zgarsa ham, munosabatlar, og'riqlaringiz va holat hali ham o'sha bo'layotgan bo'lsa, bu demak sizda ichkaridagi boshlangan bolalik travmalaringiz sabab. 13, 14, 15 mart kuni Travmasiz hayot deb nomlangan bepul vebinarimda sizni qiynayotgan savollarga javob bor. Qatnashish uchun esa izohlarda plus belgisini qoldiring.